Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolisa, navbatdagi darvozamiz ham o'z manziliga borishga yaqinlashib qoldi. Sababi, xudo xolisa, kraska sepishdan oldingi kraskaga tayyorlash jarayonlaridamiz, do'stlar. Xudo xolisa, shpakilovkadan chiqdi, shukurkalari bo'ldi. Yuvib tozalab, xudo xolisa, gruntovka 50 kundan keyin kraska sepamiz, xudo xolisa. Ko'rishinglar mumkin. Darvozamiz 2 qavatli variantda 1.8 listdan foydalanganmiz, do'stlar. Taraq fason darvozamiz. Xudo xolisa, qishni sovuqli kunlarda ham anaqa pechkalarni yoqib, xudo xolisa, xona haroratini mo'tadil qilib kraska sepamiz. Xudo xolisa, kraskalari ham garantiyali bo'lib ko'rinadi. Xudo xolisa, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatga dastavka ustanovkalarimiz bor, do'stlar. Darvozamiz shum izolyatsiya bo'lgan 2 qavatli variantda. Xudo xolisa, ishlanishlari ham avchotki moshni holatda bo'lgan, shukurkalari ham, shpakilovkalari ham. Aloqaga chiqaverasizlar, 12 viloyatga dastavka ustanovkalarimiz bor.